ئۇيغۇرلاردا پەرزەنت تەربىيەسى. ئاپتورى يارمۇھەممەد تايىر تۇغلۇق. 15. باب. دوستلۇق ۋە ساداقەتمەنلىك تەربىيەسى. Bilginki, dostluq səbəbindən adamlar bəxtiyardır. Qabus. Pərzənt tərbiyəsi məsələsində pərzəntlərin dostluq işığı köngül bölüş və onların səmimi, sadiq dostluqı yetəkləş, ballarda sağlam psixika və coşqun ruhi halətini şəkilləndiriş, onların turmuşqa, həyatqa qatnışış sübutini yuqarı götürüş, özüge bolğan tələbçanlıq stilini tərəqqi qıldırış, səmimi, ağ köngül, dadil və mərdlik xarakterini yetildiriş üçün nəhayət mühim rol oynayır. Biroq bəzi kişilər pərzəntlərin dost işini pərzənt tərbiyəsi bilan ancha münasibəti yo'q deb qaraydi. Shuning uchun hozirgi zamon pərzənt tərbiyəsiga dair kitob, maqolalarda bu nuqtaga asosan o'rin berilmadi. Biz bala çağlarımızda ballara xas ağ köngüllük bilan adaş bo'lib o'ynaydik. Adaş bo'layli, birinin tapsaq tang yeyli degan ballarcha samimiy qasamlarimizmi bor edi. Bu adaşlıq bizga go'zal aslimalarni, balliqning shirin zo'qlarini qoldirib, bizning o'zaro kuyunish, o'zaro yordam berish, o'zaro qo'llashdek yaxshi fazilatlarni yetildirishimizning ma'naviy turtkisi va ozuqi bo'lgan edi. Dadalarımızmı adaşlıqның şundaq yaxşı önümlərdən bəhrəman bolğan bolsa kerak. Şuna dadam meni xeyli kiçik çağlarımda mahallədəki yaxşı ədəblik ballar bilan rəsmi rəvişdə adaş qılıb qoyatdı. Dadam mənə, balam, adam həqiqi səmimi dostluq arqılıq həyatını, adamlarını düşünüdü. Özünün qədir qimmatini his qılıdı. Ballıq çağdakı dostluqның yıldızı çonqur boludu. Bu çağlardakı dostluq g'arazsiz və g'ubarsız boludu deydigan. Keyin his qilsam xalqimizning chapanning yangisi yaxshi, do'stning konisi, yangi do'st topganda koni do'stni tashlama degan tavsiyalari turmushning ashu haqiqatini tushundirgan bo'lsa kerak. Birinchi, do'stluqning tarbiyaviy roli. Adaş bo'layli, birnan tapsaq tang yeyli. Ballar qo'shoqlardan. Ballarning do'stligi ularga ota-onalar berolmagan nihoyat qimmatli ma'naviy ozuqlarni beradi. Birinchi, do'stluq ballarda samimiylik va aq ko'ngillik fazilatini yetildirdi. Do'stluqda sadoqatmənlikni eng muhim o'lcham qilganlik uchun ular samimiyatsizlik va sadoqatsizlikni o'zlari uchun ayib, do'stluqqa g'arat keltirish deb qarg'achqa o'ziga qattiq talab qo'ydi. Ikkinchi, ballarning do'stligi ularning o'ziga ishonish va boshqalarga ishonish, boshqalarni tushunishiga turtki bo'ladi. Üçüncü, haqiqiy do'stluq hayotga nisbatan talabchan odamlarni yetildirdi. To'rtinchi, do'stluq ularning axloq fazilati takomillashishiga turtki bo'ladi. Biz shuni bilamizki, bir odam nomuvofiq ish qilib qo'ysa, har qanday odamdan ko'ra do'stidan nomus qiladi. Shuningmi do'stluq kishilarni halol yashashga odatlantirdi. 5. Do'stluq farzandlarning zerikish, yolg'izsirash hissiyotiga jo'shqinlik bag'ishlaydi. Odamning bu kishilik hayotda haqiqiy ishonchlik, samimiy, ko'yimchan biror do'stining bo'lmasligi kishiga o'zini tig'dak yekigani his qildirdi-da, kunlari zerikish, buruqtirmalik ichida o'tadi. Balalar o'zi aqida qilib ishongan do'stidan azroq ko'ngli ranjib qolsa, balalarcha hissiyot bilan ayrilib ketishidi. Ayrilib ketib bo'lib ham qayg'uga patidi, terikak bo'lib qoladi. Özünü yalğız his qiladi. Bundaq chaqda ballar birər kelishtiruvchiga muhtoj bo'ladi. Bundaq chaqlarda ota-onalar ahvolni surishtirib, ballarni do'sti bilan yarashtirib qo'yishi kerak. Do'stlik xushalliqni ikkisi oshiradi. G'am andishining yerimini ko'tarib yetadi. Bikum. Odam uchun yolg'izlikdek og'ir yuk bo'lmaydi. Do'stlik mana shu yukdan xalos qiladi. 6. Do'stlik farzandlarning shaxsiyatchilik psixikasidan g'olib kelib, ko'proq boshqalarni o'ylashga o'rgatadi. Vafodorlik do'stlarning bir-biriga qilgan eng yaxshi sovg'asi bo'lib qoladi. Bu xususda Alisher Navoiy mundaq bir hikoyani misol qildi. Anglashlar qaraganda 4 ulus xoni qudratli shoh Amir Temur Quragani atrofdagi joylarga harbiy yurish qilganda Hindi diyorida qattiq jang bo'ldi. Davron g'alaba nusratini uninga yor qilib, dushmanlarning bag'rini tilibdi. Shoh qatlam umumiy qirg'in qilinsin deb yorliq qildi. Her kişi öz aldığı qırğınğa atılınıp, kesilgen başlar sayının teşhire ketipti. Bütkül dəhşinin cəsəd qaplap, qanlar dərya bo'lib yiqibdi. Həmmi tərəfdə ötkür qilishlar yaltırab, goya qiyomat qayım bo'libdi. Qırğın bo'lib atqan aşı mahallada ikki bichara do'st qirg'inga duch kelibdi-da, bir navkar ularning birini chapmoq uchun qilichni qinidan sug'uribdi. Do'stini qilich ostida ko'rgan uning do'sti o'z beshini qilich ostiga sunib, agar sana bash kerak bo'lsa, uni chapma. Mana bu baş onunğa arziydi deb navkarga iltimos qilibdi. Navkar buni chapmoq bo'lib yuzlangan ekan, uning do'sti shu so'zni takrorlabdi. Qaysini chapay desa, ularning yana biri qotilning oyog'iga bosh qo'yibdi. Navkar g'azablanib ikkilisini chapmoq bo'libdi. Navkar ikkalarning qaysiga yuzlansa, yana biri taqassinib yolvoribdi. Avval meni chap, men ko'zimni yumg'icha o terik tursin. Shu yo'sinda ular o'z do'stining birdamlik hayoti uchun beshidan kechib, o'z bo'yniga tushirgan qilishni talishibdi. Shunday qilib arada xeyli talash tartish bo'libdi.
Bu ahvolni ko'rganlar orasida g'avg'o ko'tarilibdi. Ikki do'stning bir-biri uchun o'z jinidan kechganligidan xabar topgan shoh ta'sirlanib, elning qinidan kechibdi. Shunday qilib vafo va sadoqatning xosiyatidan ham ular o'limdan qutulibdi, ham xalq qirg'indan xalos bo'libdi. 7. Balalarning do'stliqi o'zaro qo'llash, o'zaro ilhom berish, o'zaro do'stlarcha raqobatlashish orqali ularni xuddi kuchli bir tayanishga ega bo'lgandek olg'a bostirdi. Odam har qancha namrat bo'lsa-mu, yanida sadoqatman biror do'sti bo'lsa, ko'ngli to'q bo'ladi. Haqiqiy do'stlikqa yaralgan odam hammaga yaraydi. Do'stlikning yuqorqidek amaliy manfaatdorlik rolidan qaraganda, farzandlarga kichikdan tartib do'stlik haqida tarbiya berish, do'stlik hissiyotini urg'utish, do'stlik rishtasini bog'lashga yordam berish balalarning o'rganish ham turmushiga zo'r yordami bo'ladi. Nasihatin namuna. Balam, daraxt yiltizi bilan yashirdi, odam do'st birodarlar bilan degandek, baxtning guli do'st birodarlaring bilan bo'lgan ham suhbatlik va hamdillik tuproqida ichiladi. Har qanday ig'ir yukni do'stlar bilan birga ko'tarsang, horg'inlik his qilmaysan. Hayotda eng ig'ir kulfatning yolg'izlik ekanligini tushunganda, do'stlikning qanchalik qimmatli ekanligini his qila olasan. Hargiz yovvoyilikni odat qilma. Odam degan odam bilan odam bo'ladi. Odam bo'lgan odamda ming kishining ishi, odam bo'lmagan odamda kishining nima ishi degan gap bor. O'zing yaxshi bo'lsang, yaxshi do'stlarga erisha olasan. Yaxshi do'stlar qo'lingga qo'l, putingga put bo'ladi. Sen davomli bir xilda o'taman deya olmaysan. Qiyrisan, ojizlaysan, kasallik mushaqqatini tortasan. Unga har xil musibatlar keladi. Shundaq chaqlarda qishingda turgan do'sting sana zo'r madad va ilhom bo'ladi. Yolg'izlik insonga xos xususiyat emas, balki yovvoyilikning belgisi. Yovvoyi odamga hech kishi qo'shmaydi. Hem onundan hech kimga yaxshilik kelmaydi. Kishilarga naf yuqtirmaydigan odamni o'lik deb qarash kerak. Yolg'izlik quruq xodaga o'xshaydi. Quruq xoda o'zigimi va boshqalarga soya tushira olmaydi. Haqiqiy odamilik do'st birodarlarga elga yetkazgan manfaat bilan tixmi jilvilanadi. Do'stning ko'p bo'lishidan qo'rqqulik emas, do'st ko'p odamning turmush tirikchiligining oqsaganligini nari ko'rgan. Do'stlik degan har qanday tilaklaringga yo'lak bo'ladi. Hatto naming yaxshi bo'lib, ishlaring ko'ngildagidek yurishib turadi. Tamning xo'ja temi bo'lsa, tammu mazmut turida emasmi? Odamning turmushda biror kuyimlik, sadoqatman, ish sirlarini ayta g'amguzar bo'la oladigan do'stining bo'lmasligi kishiga hayotida zerikish, buruqtirmoqlikni hamroh qiladi. Odam bir qanoti yo'q qushqa o'xshash erkin parvoz qila olmaydi. Tilman, agar taqdir odamga saxovat ko'rsatib, dunyodagi eng buyuk baxtni in'om qilmoqchi bo'lsa, uni sodiq do'stlar bilan mukofotlaydi degan. Balam, biror sadoqatman do'sti bo'lmagan odamning turmushini mukammal degili bo'lmaydi. Shunga o'zingga yaxshi do'stlarni tanlag'in. Yolg'iz o'zing baxtli bo'la olmaysan. Baxtni ikki kishi yaratadi. Pifagor. Yekiganilikda baxt zavqi bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda sening muvaffaqiyatlaringni tabriklagudek, baxtingga o'rtoq bo'lgudek biror do'sting bo'lmasa bo'lamdi. Ak-uka do'st bo'lmasligi mumkin, lekin do'st degan hamisha ak-uka. Franklin, sen o'zingga haqiqiy ishongan chig'ingda sen ishonadigan do'stlarning chiqishidan g'am yema. Agar o'zing boshqalarga ishonmay yoki boshqalar sen ishonmay do'stlik baxtidan mahrum bo'lish huquqingdan mahrum bo'lgudek bo'lsang, xiyoliy tuyg'ungda bo'lsa-mu biror g'oyaviy do'stlikni yaratqin. Bo'lmasa bu kishilik turmushda yashamagan va baxtli bo'lmagan to'limi tasga to'xtaydi. Do'st birodarsiz yekigani o'tishga o'zini baxshanda qilgan Bayden, do'st birodarlar bilan o'tgan namrat turmush sana ko'proq lazzat beradi. Haqiqiy do'stlikqa ega bo'lsang, hayotingni yangiboshdan tartibga sola olasan. Do'stlikning haqiqiy hurmati uchunmi o'zingni kontrol qilishni yetildira olasan. Do'stingga bo'lgan sadoqatmanlik tufayli o'zingni samimiylikka odatlantira olasan. Balam, do'st tutmaq o'ng'ay, lekin to'dasini chiqmaq bakmi tas. Do'stlik degan xuddi aynak o'xshaydi. Sen uningdan o'zingni ko'rib tursan. Biroq ozroq savallikdanmi uni sundirib qo'yishing mumkin. Sungan aynakni qayta asli keltirgil bo'lmaydi. Asli keltirgan taqdirdimi, aslidagi bejirim holatiga o'xshashini atayin. Bu xususda bir hikoya aytib beray bolam. Saidining do'sti bilan yarashqanligi. Mening bir do'stim bor edi deb hikoya qiladi Sheyx Saidi. Uning bilan bir qancha qitim safarda birga bo'lgan. Non tuzni tang yegan edik va aramizda cheksiz do'stlik o'rnatilgan edi. Kunlarning birida u ozgina manfaat sababi bilan ko'nglimni ranjitishni ravo ko'rganligidan do'stligimiz oxirlashdi. Shuningga qaramasdan har ikkimizda samimiy muhabbat saqlanib qoldi. Bir kuni uning mening she'rlarimdan tuvandagi ikki beytni bir o'ltirishda o'qiganligini angladim. Kirib kelsa yarim kulib ichilib, dildagi yaramga tuz sipar yangi. Ah, sulpi qo'limga tushsa na bo'lg'ay, yetkandek miskinga sexiylar yangi. Bir bo'lak do'stlarim bu she'rimning nafsligiga yo'q o'zlarining oliyjanobligiga.
guvohlik berib, manga aprin o'qishgan, jumladan umum maqtashqa tirishib, burunqi do'stligimizning yo'qolganligiga afsus pushaymon yegan va o'z xatoligini e'tirof qilgan. Men uning tarafidan intilish borligini uqqandan keyin mono biyitlarni avatib yarashib qoldik. Aramizda bo'lmaganmi ahdi vafo, bizga jafo solding, buzib ahdingni sen. Al jahondan kechib sana ko'ngil bersam, bilmaymanki tizli buzding chehringni sen. Yarashmoqqa mayling bo'lsa qaytib kelib, mahbub bo'lg'in bog'lab yana mehringni sen. Saidi Güliston. Mana bu do'stlikdagi bir xil oliyjanoblik, lekin hamma odam bundoq oliyjanob bo'lishi notayin. Diqqat qilinmasa do'stlik dushmanlikka aylandi. Bundoq dushmanning zini besh cho'ng bo'ladi bolam. Balam, do'stlikning beg'ini chang'itadigan mundaq bir qancha ishga qat'iy amal qilgaysan. Birinchi, sen hayotni so'ysang, do'stingni so'ygin. Sen turmushda yaxshi odamlarning ko'pligiga ishon. Hargiz badgumon bo'lsa, badgumon bo'lish seni do'stlardan hargiz badgumon bo'lma. Badgumon bo'lish seni do'stlardan yiroqlashtiradi. O'zingga ishonsang, boshqalarga ishon. Ishonch do'stlik ulini mustahkamlaydi. Badgumon bo'lish do'stlik rishtasini uzishga sabab bo'ladi. Hargizmi boshqalarga dushmanlik pozitsiya tutma. Azroq adovat bilan do'stlikni dushmanga aylantirib olma. Dushman degan yomon cho'ng uqum. Bir yo'lda mengayotgan, birga o'qiyotgan, bir eriqdan suv ichayotgan, bir tuproqdan oziqlanayotgan, vatanning havosidan o'rtaq nafaslanayotgan davrdoshlaringni do'st dushman deb qarash yaramaydi. Kichik bola deganning dushmani bo'lmaydi. Yana biri nadon odamning dushmani bo'lmaydi. Azroq ziddiyatlashib qolganga dushmanlik pozitsiyasida bo'lish erlik hisoblanmaydi. Her işte qarni ko'ksingni keng tutsang, boshqalarning anchaki savalliklarini oqko'ngillik bilan afu qila olsang, dushmanlik degan ish bo'lmaydi. Ikkinchi, balam, do'stlikning qudrati sadoqatda. Do'stidan jinini ayimasa, bundaq do'stlikni sodiq do'st deymiz. Chunki u jon do'stki, non do'st emas. Kimki yana bir kimga ta'ma bilan do'st bo'lmoqchi bo'lsa, u xuddi qushlarni yaxshi ko'rganlik uchun emas, balki o'z foydasi uchun danchashgan ovchiga o'xshaydi. G'araz aralashgan do'stlikdan foyda ko'rmaysan. Har qanday joyda do'stlarning muhabbat tangilari ixlos sarabxonasida tavlangan bo'lsa, yoki do'stlik darxi ixlos beg'ida yektillik suyi bilan sug'urilgan bo'lsa, bu jahonning royati va xushalliqning madadi bo'lib, bundoq do'stlikning foyda manfaati haddi hisobsizdirki, u baxtli kunlarda shodlik va xushallikqa o'rtaq, qiyinchilik kunlarda hamdam va yor yo'lik bo'ladi. Beri buzdurup bir kişinin neçe dostun var deb sorgan ekan, o kişi bilmeymen. Hazır dövletim paravan, nimetim kengrichilik. Şuna hamma kişi manga dostluk izhar qilishidi. Men bilan qalbi bir ishkanlik to'g'risida lab urishidi. Xudo saqlasin, agar izzatning ko'zini mehnat qarg'u qilsa, shu chaqda anan kimning do'st, kimning dushman ekanligi ma'lum bo'ladi deb javob bergan ekan. Shundoq balam, urush botirni, jahil danani, yo'qsizlik do'stni sinaydi. Al-Xorazmi. Ahmet'in barchaqda do'st tepish oson, Ahmet qochganda baq qiyin. Odam baxtsizlikka yo'liqqanda do'st sinilib, dushman pash bo'ladi. Buzduruk var şuna töt guruhni töt vaqti sinash kerak. Ya'ni bahodirlarning shijoatini jangda, xiyonatsiz insofli kishilarning diyonatini ilm berimda, xotin farzandlarning vafosini namratlik chog'larda, haqiqiy do'stlarni balo qazo kelgan vaqtda sinash kerak degan. Mono she'r har doim xotirang daftarida saqlansin. Do'stlaring do'st bo'lg'usidir ishingga, yetsa mehnat biri kelmas qishingga. Bo'lsa kim mehnatda do'st, u jonga do'st, do'st emas davlatda do'st, u nonga do'st. Bu she'r hikmat kitoblarida yozilgan, mono hikmatni ifodalangan. Balam, podshohlarning biridan bir kim xaloyiqlarning moldor kishilarni do'st tutishidan nima hikmat bor deb so'ragan ekan. U fazil kishi, mol ularning mashhudir. Mashhuq qayerga borsa, oshiq shu yerga keladi. Mashhuq ketsa, oshiqmi ketadi deb javob beribdi. Balam, bu bayonlardan ibrat elib biriga hargiz tamaxorlik bilan do'stlik izhor qilma. Tamaxorlarning do'stlikni qabul qilma. Do'st bo'lsang, sadoqatni unutma. Do'stlikqa bo'lgan sadoqatmənlikin mərtlikdir. Sadoqatsizlik namərtlikdir. Beshing osmonga taqashgan taqdirdimi, beshing kulpatga patadigan chaqlarni o'yla. O'rning ko'tarilsa, do'stlaringga bo'yin tavliq qilsang, kulpatga patqiningda seni tartib chiqaradigan odam bo'lmaydi. Bir kishining do'sti cho'ng mansabga o'tirgan ekan, uning bir yaqin do'sti uni muboraklash uchun oldiga beribdi. Sen kim bo'lasan deb so'rabdi amali o'sgan kishi do'stini tonimasga silib. Yo'qlab kelguchi kishi uning vafosizligidan o'sal ahvolga tushib qopti va meni tanimamsan, men sening koni do'sting bo'laman, seni ko'r bo'lib qopti deb yo'qlab kelgan edim debdi. Shunga balam, do'stingning o'rni ko'tarilgan sirey sening uning qalbidagi o'rnini tuvallab marsa, darhol o'zingni tatqining tuzuk. O'zini sen bilan teng ko'rmagan do'st emas. Xushomadchilik aralashgan do'stlik emas. Qo'lchilik hisoblandi. Shunga odamiz amaldor bo'lgan do'st, yo'qolgan do'st degan.
Sen haqiqiy do'st bo'ladigan bo'lsang, do'stlikni o'rin, martaba, boylik, kambag'allik bilan o'lchama. Haqiqiy do'stlar orasida daraja farqi bo'lmaydi. Balam, do'stlik baxtidan bahra elish uchun do'st tanlash intayin muhim. Odam do'st birodarsiz yashash mumkin bo'lmasa-mu, lekin hamma odam do'stlikqa bera vermaydi. Sen do'st tanlashda birinchidan fazilatlik, axloqliq, bilimlik, aqlli odamlarni tepib do'st bo'l. Ikkinchidan, mard odamlarga do'stlik izhor qil. Uchinchidan, tegi yaxshi, pok nasablik odamlarning farzandi bo'lsin. Unda odamlar g'arazsiz, tamasiz bo'ladi. Do'stlik binosini sadoqat va ixlos asosiga qo'ydi. Bundaq 3 xil kishilarning do'stligidan faraz qilishing lozim. Biri fasiq kishilar, ularning xohishi nafsining piri bo'ladi. Yana biri yolg'onchi, samimiyatsiz odamlar. Undaq odamlar har doim do'stlikka xiyonat qiladi. Uchinchi, nadonlar. Ko'nilar nadan do'stin dana dushman yaxshi deyishgan. Nadan do'stin sana ziyon yetish imkoni bor. Dana dushmandan yaxshilik kelishi mumkin. Danaga yondashqin qoch nadan do'stin, chunki u xavflidir dana dushmandan. Rumi. Chunki balam, yomon do'st dushmandan yomon. Saxta odamlarning dushmanligidan ko'ra do'stligi xavfliroq. Rostu. Haraq ichib do'stlik izhor qilgan odamga go'l bo'lma. Undaq odamning do'stligi shu dasturxon ustida. Do'st nima gar nazu nimat ustida, ursilab do'stimdan aziz mehribon. Do'st udur do'stqa so'zdu qo'lim, do'st bo'lganida yo'qsul natavan. Saydi. Balam, do'stning ko'nisi yaxshi, chapanning yangisi degandek, kichkidan billi o'sib cho'ng bo'lgan, seni haqiqiy tushunadigan, senni uni tushunadigan do'stlikning rishtisi bek cho'nqur bo'ladi. Tushunish bo'lmagan yerda do'stlik bo'lmaydi, chunki niyat birligi do'stlikni mustahkamlaydi. Balam, do'stlik burchini hargiz unutib qolmaysan. Shuningga diqqat qilganki, do'stlikda minnat bo'lmaydi. Minnatlik do'st qarz berib, qarzni qaytarib olmoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Do'sting ig'ir kunga qolganda hargiz yinimdan yiroq qochma. Mubodo ig'ir kunga qolgan do'stingni tashlab qochib ketsang, butun dunyo sendan qochadi. Sening do'stingga asqatadigan vaqting uning senga muhtoj bo'lgan vaqti. Shundaq chog'da dunyodagi har qanday tasallimo haqiqiy do'stdek yurakka malham bo'la olmaydi. Do'stlikning yana bir burchi shuki, do'stlaring orasida hargiz mening, sening degan ayrimchilikqa o'rin qoldirmaslikni kerak. Do'stingga ishonsang, hargiz uchinchi bir kishining suxanchiligiga ishonma. Bu senga cho'ng kulfatlarni elib keladi. Do'stlar orasida sipoyigarchilikka va haddidan ortiq takalluf qilishga yo'l yo'q. Sen do'stlaringning sendan yordam talab qilib o'tishini kutib turma. Uning ko'zidan va so'zidan o'zingning do'sting uchun nima qilib berishing kerakligini bilgin. Hikoyada keltiribdiki, bir kishining sodiq do'sti uni yarim kechada izlab ishga qilibdi. Bundaq kechada kelganga qaraganda cho'qim biror hojat bilan keldi. U do'stimni talmirtmay chiqay deb hamyonnimi elibdi, qilishnimi esibdi. Uyidagi dedeknimi elib ishik oldiga chiqib, do'stini qarshi yapdi. Do'sti bundan hayron qilib so'rabdi. Bu nima alomat? Ey do'stim, debdi yiliq kishi. Sening bu kechada izlab kelishingni biror hojatdan deb qaradim. Shunga aqch lozim bo'lsa, mana aqcha. Agar birarsi seni xo'rlagan bo'lsa, mana qilishni elib jabdonib chiqdim. Agar boshqa ish kuchlaring bo'lsa, bu dedek sana taalluq debdi. Buni ko'rgan do'stining ixlosi tixim eshibdi. Balam, har qachon do'stlik burchini bajo keltirgin. Do'sting bor yoki yo'q bo'lib qolsa, uning bolalarining ahvolidan obdan xabar olgin. Ota-onasiga mehribon bo'lib xizmatini qilgin. Do'stlaringning do'stini ham yaxshi qadrlagin. Bu yana do'sting bo'lgan sadoqating bo'lib qoladi. Hargiz do'stingning dushmaniga qo'l berma. Chunki do'stingning dushmani ham sening dushmaningdir. Balam, buzduruklar do'stlik shartini bajo keltirishning mundaq bir qancha mezonlarni qo'yishgan. Do'stning ayibini bilsa, uni hargiz boshqalarga izhor qilmaslik kerak. Do'stning hunarini ko'rsa, birini ming qilib ko'rsatish kerak. Uningga yaxshilik qilgan bo'lsa, minnat qilmaslik va nazarda tutmaslik kerak. Do'stidan ko'rgan manfaatni hargiz unutmaslik kerak. Do'stidan biror xatolik sodir bo'lib qolgan bo'lsa, uni ko'ngliga olmaslik va afu qilish kerak. O'zlari so'rasa qabul qilish kerak. Do'stingga qo'pol, yirik so'z qilma. Qo'pol, yirik so'z do'stingning ko'nglini xuddi toshga o'xshash besib turadi. Bu tosh uzoq yillardan ko'tarilib ketishi tas. Do'sting uchun har qachon odamchilik yo'sinlarini unutib qolma. Do'stingdan nimani talab qilsang, senmi do'stingga shuni ber. Do'stlaringning mijoz xulqini yaxshi bilib olgin. Qusursiz do'st tilama. Dunyoda qusursiz odam bo'lmagan o'xshash, qusursiz do'stmi bo'lmaydi. Kamchiliklarni ko'rsang, samimiylik bilan yordam ber. Do'stingning nasihatlarini samimiylik bilan qabul qil. Haq ishlarda uni qo'lla. Noxshilik sodir bo'lganda hargiz sipoyigarchilik qilma. Balam, yuqori ishlarga diqqat qila olsang, do'stlaring ko'paydi. O'zingni baxtiyorlik chumisan. Ikkinchi, dushmanlik va bexatarlik. Beg'i bir bo'lsa-mu mingdir ziyni, ming bo'lmasa-mu do'st az deb bil uni. Yusuf Hasajib.
Пәрзәнт тәрбиесидә диqqət qiladigan yana mundaq bir ish bor. U bo'lsa-mu bolalarni kichigidan tartib, zerik, hoşyar bo'lib, odamlarni to'g'ri tanishga, do'st dushmanni to'g'ri farq etishga teklash kerak. Bolalar go'dak chog'larda ularning turmushini tushunish qizg'inligi yuqori bo'ladi. Odamlarga bo'lgan tanishi cho'nqur bo'lmaydi. Hissiyotga ko'proq beriladi. Shuning uchun ularda samimiy, oq ko'ngil odamlardan qochirgan, saxta fazilatgar odamlarga ergashadigan, o'yinga qiziqtirganlarni do'st bilib, o'rganishga ishtirok qilgan do'stlarni yomon ko'radigan ahvollarmi paydo bo'ladi. Bo'libmi bolalar o'smirlik mavsumidan yoshlik mavsumiga o'tish mezgilida ularda qaramliq, tavakkulchilik, o'zbeshimchilik, o'ziga tamanno qo'yishga o'xshash psixik ahvollar bir qadar hukmronlik o'ringa chiqqan bo'ladi. Turmush tajribasi cho'nqur bo'lmaganligi uchun ko'pincha havasga berilib ketadi. Qilayotgan ishning foyda ziyinini ancha o'ylab ketmaydi. Mangan yo'lning o'zini naga ilib berayotganligiga toza e'tibor bermaydi. İşning oxirini ko'ra olmaydi. Ularning mustaqillik bilan beqindalik, angliqlik bilan go'daklik o'tirisida keskin ziddiyat bo'ladi. Bolalarda kuchlik mustaqillik, xoslik ifodalanadi. O'zlariga bo'lgan bahasi yuqori bo'lib, o'z ishiga boshqalarning aralashishini xohlamaydi. Cho'nglarning so'zlariga ancha ishonmaydi. Ota-onalar nihoyat diqqat qilmasa, farzandni qo'lidan chiqarib qo'yadigan mezgil dal mushu o'tkinchi davr hisoblanadi. O'smirlik va yoshlik davriga o'tish harbisidagi bolalarda do'st dushman to'g'risidagi bilish cho'nqur bo'lmaydi. Ba'zi hollarda ular haqiqiy do'stni dushman deb qaraydigan, dushmanni bo'lsa do'st deb qaraydigan ahvollar bo'ladi. Yana bir tarafdan ular do'stlar orasidagi yuzaki kelishmasliklarni mubolag'alashtirib, dushmanlik o'lchimida o'lchaydi. Natijada bolalar bilan chiqisha olmay ko'p ko'ngilsizliklarni tepib oladi. Oxirida bunday ahvollar taraqqiy qilib, rasmiy dushmanlashishga olib boradi. Ota-onalarga bosh og'riq tepib beradigan, o'zimi xatarlik ahvolda qoladigan qarshilashish paydo bo'ladi. Shunga bolalarga o'smirlik davrida dushman va dushmanlashish haqida so'zlamaslik kerak. Chunki o'smirlik davrida dushman degan mavjud emas. Ammo farzandlar yoshlik davriga qadam qo'yish mezgilida bolalarning nimaning haq, nimaning nohaq, nimaning to'g'ri, nimaning xato ekanligini tanib olishiga yordam berish bilan birga ularda do'st dushmanni to'g'ri farq etish angliqligini turg'izish kerak. Bolalarni imkon bor kishilar bilan dushmanlashmaslikka, kishilarni yaxshi sinab aralashishga, o'ziga dushmanni ko'paytirib olmaslikka, har qachon yomon niyatli kishilarni ho'shyor bo'lishga ogohlantirib turish lozim. Hozir ota-onalarning eng ansiraydigan ishi bolalarning yomon odamlarga aralashib qilib, yomon yo'lga kirib qilishi va yomon ta'sirlarni qabul qilib, normal turmush sizqidan chiqib ketishi, yomon odamlar bilan do'st bo'lib, uning kasofati bilan o'zlarini xarob qilishi. Chunki hozirgi jamiyatda bolalarning xarakteriga eng etnik ta'sir qilayotgan omil jamiyat deb qarashga bo'ladi. Nihoyat yaxshi o'qimishli oilalarda o'sib cho'ng bo'lganlar, oilaning yaxshi tarbiyasini qabul qilgan bolalarmi nima uchun yomon ishlar bilan shug'ullandi? Nima uchun qonun xiloflik qilib turmalarga tashlandi? Nima uchun ichimlik chekimlikka berilib o'zini o'zi nobud qiladi? Bütün jamiyatning o'rtaq sadosi va ota-onalarning inkosi shuki, jamiyatdagi nachar illatlar, farzandlarning yomon, eski, axloqdan chetnigan, turmushga talabsiz, g'oyasiz, keyib sapa, o'yin tomoshani baxt deb qaraydigan nachar bolalarga aralashib qilishi, ular bilan ham suhbat, ham tavoq bo'lishi, farzandlarning axloq chegarasidan chiqib ketishiga, yomon yo'l, yomon qo'ylarga berilib, o'zini nobud qilishiga sabab bo'lib Qadimdan tartib Uyg'ur xalqi jamiyatning bolalarga bo'lgan ta'sirini ham bu to'g'ridagi tajriba saboqlarni ko'p to'plagan. Uyg'urlarda itqa aralashsang yerig'ining po'q degan tushuncha bor. Yana qozonga yo'liqsang qarshi yuqori, yomonga yo'liqsang yalisi degandek tamsillarmi bor. Bu xalqimizning real turmush amaliyatidan yakunlagan savqi. Bu to'g'rida ko'p qoida so'zlamasakmi, ota-onalar bu qonuniyatni to'liq tushunadi. Bir hadisda bir odam bir jamoat bilan 40 kun birga yursa, shu jamoatning jumlasidan bo'ladi deyilgan. Bu ibora yuqorqi qonuniyatni izohlashga yetib oshadi. O'smir bolalar va yoshlar jamiyatning ta'sirini bektiz qabul qilib oladi. Ota-onalar shunga bolalarning kimlar bilan aralashayotganligiga, nega berib nada turganligiga mas'uliyatchanlik bilan ko'z quloq bo'lishi kerak. Ba'zi ota-onalar bu masalaga yuza qarab, bexastalik va beg'amlik qilib, bolalarga ko'p ishinib ketib, oxirgi hisobda barmoq tishlab qiladigan ishlar ko'p sodir bo'lib o'tadi. Qadrli ota-onalar, mushu munosabat bilan sizlarga maslahat tariqasida bergan tavsiyamiz mundaq. Kichik, oddiy ishlarga sal qarab, cho'ng mahrumlikqa yo'l qo'yish, bolalarga haddan ortiq ishinib ketib, zarur ogohlantirishlarni, dal vaqtida bergan nasihatlarni berib, turishga ancha ko'ngil bilmaslik sizlarga ko'tirgisiz kulfatlarni elib kelishga sabab bo'lib qolmasin. Buning uchun mundaq bir qancha taraflarga ahamiyat berib qo'yganlar tuzuk. Birinchi, farzandlar 15 yoshdan halqish paytlardan boshlab yurish-turishlari, o'ltirish qopishlari, do'st yaralari ko'payishga boshlaganda pat-pat kimlar bilan aralashayotganligini, nima ishlarni qilayotganligini, aralashayotgan do'stlarning tegi-tegdi, ota-onasining kim ekanligini surishtirib turing. Shuning bilan birga u bolalarning jamiyatga ta'siri, axloq fazilati to'g'risida kishilarni surishtirib turing.
Surishtirib ko'ring. Turmush tajribalarining isbotlashicha, farzandlarning yaxshi yomon xarakterining shakllanishi ko'p hollarda aralashgan odamlarning xarakter mijozi bilan munosabatli bo'ladi ekan. Bo'libmi bolalar texnik mustaqil dunyo qarashga, kishilik qarashiga ega bo'lmagan halqiliq paytlarda bunday ta'sir texmi xarakterlik bo'ladi ekan. Yaxshi xarakterdagi adablik, qoida usullik bolalar ma'lum sabablar bilan jamiyatdagi yomon bolalar bilan aralashib qolsa, cho'qim ularning yomon ta'siriga uchraydi. Natijada xarakteri yomon tarafga o'zgardi. Aksicha qo'ypayli eski bolalar yaxshi bolalar bilan bir mezgil birga tursa, adablik, qoida usullik bo'lib qoladi. Yusuf Hasajib bunday ta'sirni yomonlarga qo'shilma, kunlaringni yaxshilar bilan o'tkazgin. Töz ayriga qo'shilsa, kunlari qaraydi. Odam bolasi tug'ilishidan yaxshi tug'iladi. Yomonlarga qo'shilish bilan yomon xo'y, yomon qiliqlarni yo'qtirib oladi degan. Ikkinchi, siz bolalarni boshqarish, kontrol qilish, nega borganligi, nada turganligini surishtirish huquqingizdan mahrum bo'lib qolmang. Ba'zi bolalar ota-onasi uning nega borganligini surishtirsa, "Chotqing nima, so'rab nima qilasan?" deb ochiqlaydi. Bunday chog'larda qattiqroq bo'lib, ota-onaning farzandlarining nima ish qilayotganligini surishtirish haqqi bor. Sening o'zingning nima ish qilayotganingdan bizni vaqtlantirish qarzing bor. Chunki biz sendan xotirjam bo'lib turishimiz kerak deb maqsadni aniq aytish lozim. Zarur topilganda tuvandagi mazmunlarda nasihat qilib turing. Nasihatin namuna. Balam, agah bo'lginki, turmush degan intayin murakkab. Odamlar tixmi sirliq, jamiyat degan bir jangal. Uning ichida gulchichaklarmi bor, zaharlik tikanlarmi oz emas. Shuni saminga silib qo'yayki, hayvonning olisi teshida, odamning olisi teshida bo'ldi. Ya sen yaxshi durust odamlar bilan aralashqin. Yomon yo'ldagi, yomon qo'ydagi odamlardan o'zingni tortqin. Hech qanday odam senga o'zini men yomon odam deb oshkorlamaydi. Dunyodagi hamma odamlar men yaxshi odamman deb da'volashadi. Şuna sen aralashayotgan odamlarning gap so'zining chiroyligligiga qarab emas, balki u odamlarning nima ish qilayotganligini, seni qanday ishga soya qilayotganligini o'lcham qil. Sen aralashayotgan odam durust niyatli odam bo'lsa, u seni hargiz yomon yo'lga boshlamaydi. Sana ziyonkashlik qilish, sendan foydalanish qasdidami bo'lmaydi. Yaxshi niyatli odam seni yomon yo'ldan to'sidi. Yomon qo'yliq, yomon yo'ldagi odam sana yomon eski ishlarni, hatto jinoyat kelib boradigan ishlarni yaxshi ko'rsatishga tirishadi. Aqibatda balo qaza to'g'riga tushib qolganligingni sezolmay qolasan. Balam, sening jamiyatda kim bilan aralashish, kim bilan aralashmaslik huquqing o'zingning qo'lida. Seni hech kim majburiy vositalar bilan yomon ishni qilishga, o'zi bilan aralashishga zo'rlay olmaydi. Biz sening boshqalar bilan aralashishni cheklamaymiz, lekin yaxshi kishilar bilan aralashqin. Jamiyatda yaxshi bolalar bek ko'p. Yomon odamlarning qurboni bo'lib ketishdan hazar qil. Yomonning mingizi ishida balam. Zarur topilganda danishmanlarning mono turmush haqiqatini eskartib turing. Jahonda 6 narsaning yana 6 narsasiz bo'lishi mumkin emas balam. Bu dunyoning milliy harakatsiz qo'lga kelmaydi. Xotinlar bilan birga bo'lmoq balasiz bo'lmaydi. Yamonlarga qo'shilmoq nadomatsiz bo'lmaydi. Bexildan tama qilmoq xorliqsiz bo'lmaydi. Har kishi dunyo meyxonasidan bir yutum mayni qo'lga keltirgan bo'lsa, u albatta mast va napak bo'ladi. Inson beshini takabbur yoqasidan chiqirdi. Har kimarsa nafsi yo'liga qadam qo'ygan bo'lsa, u cho'qim halokat cho'nqurligiga tiqiladi. Har qanday odam yomon va fitnaxo'rlar bilan o'ltirsa, oqibat pushaymonga qoladi. Har bir nomard, bexil va pastlardan manfaat izlasa, xor va e'tiborsiz bo'ladi. Kimki yomon odamlar bilan ulfatli bo'lsa, garchi ularning mijoz xulqini yo'qtirib olmading degan taqdirdami, yomonlar bilan bir yo'lda ma'g'an ekansan, u yomon odamlar bilan bir yo'lda ma'du degan badnomaga qolasan. Agar sen maktabga boraman deb maktabga mangsang, kishilar seni qavoqxonaga boradi deb gumon qiladi. Kalila va diminadin. Balam, to'g'ri yo'lda mangman, xato yo'lda mangmayman. Yaxshi odam bilan aralashman, yomon odamlarga qo'shilmayman deyish uchun kimning yaxshi, kimning yomon ekanligini bir qarashda bilgil bo'lmagan o'xshash, nima ishning yaxshi, qaysi ishning xato, qaysi yo'lda mangsang to'g'ri, qaysi yo'lda mangsang xato bo'ladi degan masalani ro'shan farqlantirishmi o'ng'ay emas. Shu ish esingda bo'lsinki, yomon ishning eng yomoni seni mangulik kulfatga qo'yadigan xatolik, elga va vatanga osiylik qilib, vatan xalq oldida qora yuz bo'lishdir. İnsaniyet tarixida vatan xalqqa asiylik qilgan va vafosizlik qilgan odam tarixdek manfaati, razil nafsaniyati, o'tkinchi hayotini saqlab qolish badiliga vatan xalqni zo'r ziyonlarga uchratishni ravo ko'rgan odam u dunyo bu dunyo qora yuz bo'ldi. Balam, bundan boshqa har qanday bir shaxsning manfaatiga qasddan ziyonkashlik qiladigan ishlarning hammasi xato ish harakati hisoblandi. Yaxshilik bilan yomonlikning orliqi faqat bir ilikla. Yomonlikning ig'ir inikligi elga, jamoat aslahalariga va shaxsga solgan moddiy va ma'naviy ziyonning oz ko'pligini o'lcham qiladi.
Шуңа xalqqa shaxslarga ziyon silishga sa'y qilgan va shuni ishtirok qilgan har qanday odam sana do'st emas, balki ashaddiy dushmandir. Agar men yoki onang seni ashundoq yomon yo'lga da'vat qilgudek bo'lsaqmi, darhol bizdan ota bolalik munosabatni uzsangmi gunohkor bo'lmaysan. Uqdingmi bolam? Alisher Navoiy buvimiz Manga jabri zulm qilsa faqat birla qatim faryod qilaman. Agar alga jabri zulm qilsa ming qatra faryod qilaman degan ekan. Yusuf Hasajib buvimiz nasihat qilib, o'zingning manfaatini o'ylamay, avval elning manfaatini o'yla. O'zingning manfaati elning manfaati ishida bo'ladi degan ekan. Elga qilgan ziyonkashlik amaliyotda o'zingga qilgan ziyonkashlikning bo'ladi bolam. Elning ziyniga, shaxslarning ziyniga boshlagan odamlar bilan bulashma. Ularning ziyonkashlik qilishini odamiylik g'ururing bilan to'sqich qurgan bo'l. Boshqalarning yomon ish qilayotganligini ko'rib turib, uningga qarshi turmagan va uningga tanbih qilmagan odam yanala jinoyatkor hisoblanadi. Bolam, aman eson bo'lay desang, ichsiringni har qanday odamga aytqichi bo'lma. Kishilarning orasida mamadonlik qilib pu atma. Düşmanlik bo'lib qalasan. Düşmandan hargiz yaxshilik kelmaydi. Do'stlar orasida ozroq bo'shliq qolgani yaxshi. Har qanday yaqin do'stingning mehribonligi o'zingga bo'lgan mehribonligingdek shirin bo'lmaydi. Agar do'stingning ko'ngli sendan sunsa, dushmanlik dubulg'isini kiyishi mumkin. Bu chaqda ro'zg'oring aromliq lazzatidan mahrum bo'ladi. Kunlaring tinchsizlikqa, turmushing betoblikqa yuz tutib, har qachon ziyondan xoli bo'la olmaysan. Balam, endi qandaq odam oson dushmanlik bo'lib qoladigandu deb so'rsang, shuni deymanki, fazilati yuqori, bilim shuhrati ustun. Jamiyatdagi o'rni, ta'sir kuchi zo'r bo'lgan odam ko'p dushmanlik bo'ladi. Chunki dushmanlik foyda manfaati ko'rolmaslik o'ti va yetisholmaslik zahiridan sug'urilgan tig' bo'lib, ehtiyot qalqinni tutmasang, ko'ksing dushman o'qiga nishon bo'lib qoladi. Yaman keraksiz odamning dushmani bo'lmaydi. Keraksiz odam o'lik bilan barobar. Yomon odamning o'ziga dushman. Iloj bor kishilar bilan dushmanlashma. Dushmanlik bo'lgan bo'lsang, hargiz qo'rqma. Biroq ho'sharlikni bo'shashtirib qo'yma. Bo'libmi hasadxo'rlarning zaharli ko'zidan o'zingni pinhon tutqaysan. Hasadxo'r odam boshqalarning baxtidan qizg'indi va begunoh bandalarni dushman tutadi. Hasad o'ti bilan ko'ydirib kul qilmoqchi bo'ladi. Sen har qancha pok durust bo'lsangmi, hasadxo'rlarning fitna fasodchilarning damiga tushib qolsang, ziyon tortmay qolmaysan. Kishilar qarsa bir tulki yiqilib qopib, jon jahli bilan qochib ketayotgandek. Biraylan uningdan, "Sana nima bo'ldi? Nimancha qo'rqib ketding?" deb so'rgan ekan tulki. Anglashimcha to'gilarni seysiga tutayotgandek deb javob beribdi. Heliqi kishi, "Voy pas, to'gi bilan sening nima munosabating bor va qanday o'xshashliging bo'lsin?" debdikan. "O'xshaydi" debdi tulki. "Agar hasadxo'rlar g'arazlik holda muni to'ga deb qo'ysa, menmi qo'lga tushib qolaman. U chaqda mening ahvolimni tekshirishga kim ko'ngil bo'lib, meni g'amdan xalos qiladi? Iroqdan tiryoq, ya'ni zahar qaytirish to'g'risi, ilib kelguncha yilon chaqqan odam o'lib tugaydi. Balam, ehtiyot qalqinni tashlama. Dushmaning ojizligingni bilib qolmag'ay. Sening mardliging, botirliging qabih yov bilan elishish jarayonida siniladi. Mardni maydonda sina degandek, dushmanlik raqobati bo'lmag'icha mardligingni kim biladi? Biroq dushmanni ojiz, o'zingni kuchlik chaqlab, tayyorliqsiz turma. Dushman siringni bilib olsa, kuni tug'iladi. Ojizliklaring unga ko'p yordam qiladi. O'z dushmani oldida bichora ahvolga tushib qolgan odamning kunining qanchalik qora bo'ladiganligini tasavvur qila olmaysan. Ko'rdingmi? Chivinmi pilning yo'g'on dushmani bo'ldi. Ular to'plashib chiqavergandan keyin pilmi sakrab ketadi. Shunga dushman tayoq tutsa, sen qalqon va nayza bilan taqobil tur. Agah bo'lgunki, do'sting dushmaniga aylanib qolmag'ay. Yoningdan chiqqan dushman har qanday kuchlik dushman qila olmagan ziyonkashlikni qila oladi.